بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Qadr dostlar, mümin Müslümanlar. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'tan selamı, rahmeti ve bereketi her biringizga erişsin. Cemaat, bizni islom dinimiz big boy din. Ma'lumatga, ilmga, amal ibodatlarga. Shu lug'atni ul g'odiy. Ana g'odiy bilimda bilan da o'tab bular. Mana bugun islom dinida birinchi oyoq bosding, bugun shahodatni aytding, endi qo'shilib birgalab ibodatlarni o'tay olasan hamda qarasang 5 bag'ana qo'ysin Alloh subhanahu va taolo bizga farz etib qo'ydi. Alloh shu xatlik bir yoqdan yengil, ikkinchi yoqdan qatlovli hamda bizdan ko'pmi harakat kutalar. Ko'pmi kuch qo'yni bizga itaralar inshaalloh. Birinchisi u shahada, ikkinchisi u zakat, uchinchisi u roza, namoz, xosh ibodatlari. Qadrli jamoat, qarasang ular bittasi turli. Aytirsin shahada, la ilaha illalloh, Muhammad rasululloh deb aytsang, endi bunda bir nindida o'zindan so'ng amal kutilmaydi. So'zgina aytib qo'ygan shekilli. Lekin qarag'izlar, o'z vaqtida payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam shu so'zni sahobalarga yetkazib boshlagach, aytigiz la ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Birinchi oyatlar kelib tushgach, iqro bismi robbikallazi xalaq degan so'zlar kelib tushgach, kishilik dunyosi o'zgarib ketadi. Hamda biz ko'ramiz, mana shu shahadada la ilaha illalloh Muhammad rasululloh kalimasini iyaru natijasida, ağır bo'ysunu natijasida hozir dunyo islom dini bilan tanish hamda sahobalarning xizmati, tabiinlar, olimlarning xizmati bilan tanish, ular shu kalimaga xizmat etdilar. Alloh subhanahu va taolo boshqa tengdosh yo'q. Hamda Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam eng xayrli o'rnak, Allohning rasuli hamda payg'ambar degan so'zga xizmat etdi natijasida dunyo endi o'zgardi. Hamda islom dinining boyligi bilan, xazinaligi bilan, adab va axloqi bilan jamoat dunyoning har bir o'lkasi hozirgi vaqtda tanish. Namozni qarasang, bostin, ana uchun tahorat kerak. Bostin, duosini o'qiysan. Ular ko'p tugil Fatiha, bir sura, at-tahiyat, salovat, ikki yoqqa salom beru hamda takbirlar vaqtida Allohu akbar deb aytib qo'yu, ular ko'p tugil. Kishani yodlay ola. Lekin u bizni endi harakatga keltiradi. Harakatsizgina qoldirmay. Namozni o'qidingda uni to'lig'ina tugil. Jamoat biz bir namozni yig'ilishib o'qir uchun masjidlar tuzaymiz. Juma namozi. Juma namozi uchun masjid kerak. Masjidlarni tuzaymiz. 5 vaqt namozimizni masjidlarimizda o'qiymiz. Bizning Qozon shaharimizda 80 dan ortiq masjid. Jumhuriyatimizda 1600 dan ortiq masjid. Bor masjidlarimiz 3000 xalqni so'ydirtirgan. Kreml o'rtasida ko'rkamiz bo'lib turaqul sharif 10 minglik masjidni solarga niyat bo'lib turib bizning hukumatimizning inshaalloh taolo Qozon o'rtasida. Narsa uchun shu 5 vaqt namoz, juma namozi, g'ayb namozlarini musulmonlar yig'ilsinlar deb. Savdada quruq tugil jamoat, qarag'izlar. Sotuv oluvda tugil, yig'ilishib to'y o'tkazuvda tugil. Musulmonlar yig'ilsinlar, bir saflarda bir imomga yo'nalib namoz o'qisinlar. Bir Alloh tiliga. Subhanalloh. Bir namozgina kishilarni ningdi zo'r harakatlarga borliqqa ketadi. Hamda shunsida bor masjidlarning motorligi. Fikrlar bilan arxitektorlarning mana shu motorliqda bir-birisi o'zdirulari, ko'pmi xizmat solulari, sadaqa nafaqat solulari, masjidlarda ishlagan imomlari, xizmatchilarlari, jamoat butunisi mana shu namoz qarshida tizilishib turadilar. Roza. Yo'qsa qarasang, mana 50 Ramazon o'zib ketdi.
Orazada bir narsada ishlarga kerak tugul. Faqat oshamasqa kerak, ichmasqa kerak, jinsiy munosabatga kirmaysan. Hamda Allohdan rahmatini erishasan shuning bilan. Hadisda aytilar, Alloh subhanahu va taolo ayta qudsiy hadislarda Alloh subhanahu va taolaning quli yatruku ta'amuhu va sharabuhu va shahvatuhu. Mening qulim qoldira rizqin, ishimligin hamda shahvatin. Ni sababdan Alloh taolo aytib qo'ya li ajali. Allohdan rizo bo'lish. Faqat Alloh rizo bo'lsin uchun. Chunki bir kimda ko'rmayani sen ro'za tutasizmi, yo'qmi? Ul ishga ibodat. Hamda Alloh subhanahu va taolo aytib qo'ya va ana juzibihi. Hamda men angar ajr savobini qiymat kunda o'zimda berashakman deb aytib qo'ya. Qo'laman aytmay Alloh subhanahu va taolo sir aytib qoldirar inshaalloh taolo. Lekin bir hadislarda aytilar, ro'za tutishlarga maxsus jannatning eshigi bo'lashak, ar-rayyan deb atalashar inshaalloh taolo. Andan kirashak faqat soimun, faqat ro'za tutgan kishilarga kirish olashaqlar deb aytilar. Ham qadrli jamoat qarasan bir narsada ishlarga kerak tugul. Lekin biz o'zimizda o'zatamiz. Sharif Ramazon oylarimiz kiruv bilan masjidlarimiz tog'anda gullab ishlay boshlaydi. Yurtlarimizda, ovullarimizda, masjidlarimizda iftor majlislari, xayriya ishlari, darslar, Qur'on yodlovlar, tarovih namozlari, xatm shig'alur Qur'oni Karimni, tunlarni bosib namoz o'qilar, va'zlar ko'payib ketadi. Kitob bostiruvlar borliqqa keladi. Faqat mana shu sharif Ramazon oyi masalasida ummatimiz silkinib ketadi subhanalloh. Hamda sharif Ramazon oyi bilan tamomlana namoz bilan. Dunyo ko'lam milliardlagan musulmonlar bir kun ichida g'aybda yig'ilishib Alloh taolaga sajda qiladilar. Subhanalloh. Qarasam tishdan bir narsada ishlarga kerak tugul, lekin Alloh subhanahu va taolo shunday barakat beradi. Zakat amali islom dinimizning shulay bir bo'g'anasi. Anda narsa ishlarga kerak, 40 dan bir ish molini miskin faqirga shig'irga kerak. Lekin ani oldindan ko'pmi harakat qilasan, bilim olasan, kasbini o'taysan. Hamda kasbni o'tagach, mol mulkat yig'ilib qo'ygach, o'ringa shig'ib birinchi ko'rgan kishiga tuttirmaysan, izlaysan. Tishында belki yani faqirligi ko'rilmasa-da, chunki musulmon kishi ul faqir bo'lsa, tishында ko'rsatmasga tirishadi. Tishында miskinligi, faqirligi, muhtojligi ko'rilmasa-da, ul nechikda bo'lsa bilishib tobirga tirishadi. Shuningda kim bizning orabizda muhtojroq kishi bor? Kimning mashaqqati bor? Hamda ularni toba, hamda o'zining mol-mulkatini qo'ldan tuttira, belki yo'l tuğanlar arasında da bo'lar mumkin inshaalloh. Ni sababdan faqat Allohdan rizoligi uchun. Duo qilishga kerakmi shu vaqtda? Yo'q. Ondan so'ng zakatdan so'ng duo qilasan, o'zing bir barakat so'rab. Lekin bundan narsa kerak, xizmat, harakat kerak inshaalloh. Eng birinchi xizmat hamda harakat. Hamda islom dinimizning shulay bir bo'g'anasi hoj amalini qarasak, subhanalloh, ul safar. Birinchi bizning shaharlarimiz ul so'z. Namoz tanbimiz bilan o'taymiz. Ro'za vaqtida ishki mo'llarimiz bilan o'taymiz. Zakatni mol mulkatimiz bilan o'taymiz. Ammo hojda alır bitinisi birgalab yig'ilishadi. Oqshasida o'z-o'zini tartibga o'rnashtiruvda, tarbiyada til murozasi kelib ketamida. Chunki hojning jamoat qo'shi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadi, kim hojni o'taydi, ortiq so'z siylamaysa, bahaslashmaysa, talashmaysa, supmaysa, biligi siz uyingizga qaytashaqsiz deb, gunohsiz sabiy bola shekilli deb aytgan. Qarag'izlar subhanalloh. Falan tavga minib shunda duo qilsam, sening gunohlaring afv etiladigan so'z tugul. Hoj bo'yina agarda sen tilingga, ko'zingga, qo'lingga xo'ja bo'lsang, sening xatolarning afv etiladi inshaalloh. Hamda bu ibodat safar bilan bog'liq. Biz Makka yilliklarni shayb ketamiz maxsus oyni Zulhijja oylarida. Hamda bunda qo'shamiz molimizni, safarimizni, yo'limizni hamda o'zimiz ko'ngil bilan Alloh taolaga yo'nalishni. Hojda tavof bor.
Kabatullah tiyesinde uzu. 7 mertebe. Sa'i var. Safa bilen Marwa orasında yürü. G'arafa jiliklerine jiyilishib dua qılıp, Muzdalifa jiliklerinde yuqlav, Cemaratda tosh irg'ituv, qorg'izal ko'pmi ish hamda harakat. Bizni islom dinimiz jamoat shunday. U faqat bögülüp bir jirdagina ibodat qilib o'tiruvdan iborat tugal. Bizning islom dinimiz bilan nechik birinchi shahadani aytasan, u seni harakatga chaqira, ishlarga, olg'a borarga, uyrenirga, oqshasin ishlarga, masjidga kelirga, masjidga kelsin uchun ani tuzirga, vaqtda kelib jetgach safari hojga chaqirga, borg'ash o'tirib qina turmaysan Kabatullah tiyasida. Anda da yurga kerak hamda jamoatlar bu bizni islom dinimiz. Harakat, kuch qo'yu, boru, ko'ngil bilan bo'lsin ekan, fikr bilan bo'lsin ekan, oyoq hamda tan bilan bo'lsin ekan, olg'a boru inshaalloh taala. Bu bizning tabiatimiz. Islom dini bizning tanimizning tabiatine qarshi chiqmaydi inshaalloh taala. Hamda hech shaksiz Alloh subhanahu taala nindigina siz qilgan izgi ishlaringiz bo'lmasa da Allah Teala o siz birleşen. Allah Subhanahu Teala Kur'an-ı Kerim'de ayet yumhaqqur riba ve yurbus sadakat. Haram, riba bulgan işlerini Allah Subhanahu Teala onun için bir bereketi bulmaya şahan. Amına sadakat, izgi iş. Bulsun iken akşa bilen salgan, bulsun iken güç bilen salgan, bulsun iken o'zi kardeşine yılmayı bilen qaytarı bulsun iken Allah Teala an bereket istiru birleşek inşallah Teala. Hem de biz kurabız. Men şu islom dinimizden 5 boqanasini biz o'tagan vaqtda, amina o'tgan sharif Ramazonimizda qilgan izgi ishlardan nindi biz barakatlarni ko'rdik. Subhanalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.